Samarqand jamoasida zo'r imkoniyat paydo bo'lyapti. Jarima zarbasidan yaxshi tepadigan futbolchi. Hozir jamoasi uchun yanada komfortroq natijani tabloga yozdirib qo'yishi mumkin. Jumaboyev qahramon, boyagi epizod qahramoni. Yana o'zi tepmoqchimi yoki Hoji Mirzayevga qoldiradimi? Lekin raqam e'tibori bilan 20-raqamli futbolchi tepgani yaxshiroq, chunki tabloda uning raqami porlashi mumkin. 20-raqam edi va 2-0 fenomenal zarba, Qosimovga gol. OKMK darvozaboni ojiz. Ajoyib. Dinamo Samarqand hozir double qahramonga aylanyapti. Jaloliddin Jumaboyev, chunki boyagi epizodda ko'kisi bilan qaytardi. Bunisida esa jarima zarbasidan super gol muallifi bo'ldi. Oq armiya. Dahshat zarba yaqin burchakka. Tomosha qiling va zavqlaning. Gollar o'nligi bo'lganda ketdi kuchli uchlikka qarab. Jumaboyevning libosidagi raqam tabloda porlaydi. 2-0 20-raqam. Va OKMKning vazifasi yanada murakkablashdi.